Amin. Marhum mütevafat Kürşat Hacı'nı bana bu nimada Facebook'larga qo'ygan ekansizlar. Gördüm. O shunday yig'lab Allohga o'sha yerda munojat qilib, o'tganlarga Xudoning rahmatini tilab, o'z e'tiqodi bo'yicha, o'z ixlosi bo'yicha yaratgan Mavlosiga borib, arzi dodini qilib, kelib mana Allohning rahmatiga, jannatiga ko'chib o'tibdi, armoni yo'q ekan. Bu dunyoga ketish hammamizda bor narsa. Alloh taolo bu og'amiz rahmat, abadiy manzillari jannatdir. Mana kecha bugun o'qildimi? Janoza kimiki o'qisa bir yo'l janoza gunohidan bo'lur albatta toza. Bu kelib mana hozir ko'ryapmiz, mana Farg'onadan keldik, mana bu joydami bu Shahrixon va butun dunyo keladi bu yerga. Men hayratda qoldim. Kelayotgan odamlarni shunaqa Fotiha ko'p odam kelyapti. Nima uchun? Xizmatini o'tkazib qo'yganligi uchun, rozi qilib qo'ygani uchun odamlar muhabbat bilan har kim yashasa hayot 10 yil yashaydimi, 40 yil yashaydimi, 1000 yil yashaydimi, bir kunchalikka tatimaydi jon chiqayotgan vaqtida. Mana shunday xizmat qilib o'taylikki, hamma orqamizdan yig'lab otangga rahmat deb qolsin. Xudo